Assalomu alaykum China Motors muxlislari va Jak Qo'qon obunachilari. Xudo xolasa bugun sizlar bilan juda ham olamshumul obzorimiz, ya'ni boshqa, ya'ni China Motorsda yangilik. Xudo xolasa biz FAV kompaniyasi bilan shartnomalarimizni qildik. Xudo xolasa China Motorsga kelib siz FAV oilasiga tegishli xohlagan modellaring, xohlagan Samasvar, avtofurgon, любой modellaringni topishlaring va shartnoma qilishlaring mumkin. Albatta Jak Qo'qon China Motors Qo'qon filiali. Do'stlar, obzorimizni boshladik. Obzorimizni oldi qismi, ya'ni avtomobilimiz oldi qismiga keladigan bo'lsa, o'zini chiroqlari, hop, tumankalari bor, hop, gabaritni, ya'ni FAV emblemasi kechpayt tungi nima deydi, gabarit chiroqlari yonadi va bu ham o'zgacha bir ko'rkamlashtirib turadi. Do'stlar, juda ko'pchilik so'radi, bu nima? Bu 360 kamera, ya'ni nima deydi, gurzovoy mashinalarda 360 kamera qanchalik muhim va muhim emas, kommentariylarda yozib o'tinglar. Xo'p, do'stlar, yon qismiga keladigan bo'lsak, bitta, ikkita, uchta, to'rttadan bokovoy nima deydi, nimalarimiz bor, oynalarimiz bor. Oldi bokovoyimiz, hop, oldi razisani ko'rsatadi. Bu bokovoylarimiz orqa tarafni ko'rsatsa, yon bokovoyimiz yonida nima ketyapti, qanaqa avtomobilmi, qanaqa zabormi ketyapti, o'sha hammasini ko'rsatib o'tadi. Xo'p, balon diametrlariga keladigan bo'lsak, balon diametrlari 20 dyuymli bo'ladi va tormozning sistemasi 3 etapli. ABS, hop, keyin baraban, ili 3-inchisi havo. Ya'ni bu uchun FAVga, ya'ni FAV kompaniyasiga tashakkur etamiz. Ya'ni katta, haqiqatan Gruza Padions katta tonnali avtomobillarga 3 etapli tormozning sistemasi bo'lmasa ham qiyin bo'ladi. Xo'p, buni yon taraflari, ya'ni o'z ko'rib turganlaringdek vozdушniy, ya'ni vozdушniy tashqarida bo'lar ekan. Ko'p furalarga, ko'p mashinalarga o'xshab, endi bunda nima deydi, kabinani tagida polseli motor bo'ladi-da, joy ham yo'q, o'shuning uchun tashqariga qo'ygan bo'lishi mumkin. Xo'p, bakiga keladigan bo'lsa, baki dizelli, ya'ni 200 talik, ya'ni 200 litrli dizel motor, UCI 166 kuchli motor, Euro 2 motor bo'ladi. Ya'ni metan tushadi. Metan problemasiz metan tushadi. Motorni ol, boshqa qo'y, bunaqa gap so'zlar bo'lmaydi, xudo xolasa. Va orqa zadniy mostga keladigan bo'lsak, orqada ham o'sha 20 dyuymli balonlari ko'rsatib o'tganingizdek, hop, qayerda ko'rinadi. Resorlari 1 2 3 4 5 6 7 ta. Birinchi qavati 7 ta, ikkinchi qavati 1 2 3 4 5 tali resorlar bilan, ya'ni 2 qavatli resorlar bilan mo'ljallangan va ramasi ham 2 qavatdan va anchagina baquvvat. Xudo xolasa bu mashinamizga, ya'ni bu avtomobilimizga 3 yil 100 ming probegga garantiya. Yili nimaga garantiya? Motorga, korobkaga, zadniy mostga. Xo'p, ko'rib turganlaringdek bort qismini o'lchaydigan bo'lsa, bort qismi to'ri 19 ga, ya'ni to'ri 19 ga 220 670 chuqurligi. Ya'ni 5,5 tonnali 6 kubali bort, ya'ni bort bilan jihozlangan. Xo'p, do'stlar, arqa dugalari bor. Arqa dugalarni o'zi zavodga qo'yib o'tib ketgan va arqa shassi, ya'ni zadniy mostlarni ko'rsatib o'ting. Va tagidan ko'rsating. Zadniy mostni ham ko'ryapsizlar, anchagina baquvvat. Bemalol 10 tonnadan oshig'ini oladi. Va o'zini ko'rib turganlaringdek havo, ya'ni Gruza Padions, Gruza Padions emas, ko'p gruzda yuradigan avtomobillar ko'pi tormozning sistemasi havo bo'ladi, ya'ni воздушный sistema bo'ladi. O'zini mana massa uzib qo'yadigan nimalari ham bor. Kulchaterlari bemalol shunday mashinani qulflab massani uzib qo'ysangiz bo'ladi va ikkitadan
akkumulyator joylashgan do'stlar. Va ko'rib turganlaringiz o'zini gidrobachoki bor. Nima deysiz? Ichida ochishdan oldin bir motorni ham ko'rsataylik, ha? Bo'laveradi. Xo'p. Ushlab turing. Motorini ochib ko'rsatamiz do'stlar. Mana bir kishi bemalol, mana. Bir kishi bemalol ochib bemalol ishini qilsa bo'ladi. Mana. Ko'rib turganlaringdek motor aytib o'tganingizdek UCI 160 ta ot kuchli motor, bemalol bu motorimizga metan ustanovka bo'ladi. Xo'p, radiatorlari ham anchagina katta, ob'yomi kattasidan qo'ygan. Ili konditsionerlari ham bor, rollari gidravlический rol bo'ladi. Bu nima deydi? Ancha shofyorga, ili mashinaga qulaylik yaratadi deb o'ylayman. Va oldi ham resorni. Xo'p, resor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta qavatli resor. Va mana ko'rib turganlaringdek havo, ya'ni воздушный tormozning sistemasi bor. Ili amortizator dalibkasiga qo'ygan. Xo'p. Mana o'zini qo'yib yuborsalaring, mana o'zi splashni tixa tushadi. Bu sizlarga misol ko'p mashinalarga o'xshab, mana misol ochdilaring, o kuch bilan yopmaysizlar. O'zini sekin tixa qo'yib yuborsalaring bo'ldi. Ana do'stlar. Xo'p. Yaxshilab joylashvalinglar, ya'ni salonni ko'rsataman. Saloniga keladigan bo'lsa, ya'ni apshikadan boshlaymiz. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Bering kamerani. Saloniga keladigan bo'lsa, do'stlar, apshikasi. Xo'p, apshikasiga keladigan bo'lsak, apshikasida o'zini blokirovka sistemalari bor. Markaziy qulf sistemasi, stiklopodyomniklari ham bor va bunda nima bor? Bu bunday qilib ochilar ekan. Bu перекрутер ekan. Lekin chekish sog'liq uchun zarar. Xo'p, mashinani ichki qismiga keladigan bo'lsak, bitta yurgizib ko'raylik. Hozir mana pultlari, ikkitadan zapaska pultlari bor va Gentra'da yo'q pult bunda bor. Tutamiz. Ana. Gidravlический rollari, ili konditsionerlari bor. Sirrazi mana. Xo'p, do'stlar, tanishtirib o'taman. Ya'ni roldan boshlaymiz. Rolda multimedia, ya'ni multi upravleniyalar, ключаторlari bor. Воздушный ham qilsangiz bo'lar ekan, ili o'zini zavodskoy bor. Xo'p, yoniga keladigan bo'lsak, xo'p, задний мост blokirovka, bu ключаторimiz arqa bortni ko'tarib tushiradi. Bu o'sha nimaniki, ya'ni signalniki, ya'ni воздушныйda qo'shasiz, ili zavodskoydan ajratib qo'shadigani. Bu nima, lekin tushunmadim. Do'stlar, endi men Gruzovoyga endi kirib kelyapman, hali to'liq bilmayman. Endi to'g'ri, kimdir negativlar hali bilmasdan turib obzor qilmagin deyshadi. Endi menga farqi yo'q. Negativlarga qarab o'tirmayman. Xo'p, chalg'imaymiz. O'zini taxometrlari bor. Bu havo bosimini ko'rsatib turadigan o'zini nimalari, o'lchovlari, bu tezlikni bildirib turadigan va o'zini kichkinagina monitorchalari bor. Bu dizel rasxodini ko'rsatib turadi va
nimani nima deydi, suvni bosimini, ya'ni ko'tarilib tushganini ham ko'rsatib turadi do'stlar. Va bu qismga keladigan bo'lsak, mana bor ekan chekuvchilar uchun bu narsani qo'yib ketgan. Xo'p, o'zini 360 gradus kamerasi qanday ishlatadi? Mana 360 da mana ko'rsatib o'tay. O'lni. Yon qismlari bemalol mazza qilib ishlatasiz. Bemalol bunda YouTube ili navigatorlarni yoqib foydalansangiz bo'ladi. Va bu yerga keladigan bo'lsa, plastik, aquaprint, o'zini deflektorlari, bu avarenkalari, danli bilijniklarni yoqish, gabarit chiroqlarni yoqib o'chish, bu tumanka, bu gabaritni yoqish ekan. Va o'zini karmashkalari bor va mana bardachoklarda o'zini kitoblari bilan. Xo'p, 3 kishi bemalol ketadi va orqasida ko'pchilik shopirlarga kerak bo'ladigan nimasi bor, spalnisi bor. Va bu oynalari ochiladi, ya'ni fortichkalari ochiladi. Do'stlar, shu bilan obzorimiz tugadi. Xudo xolasa endi kamchiliklarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Endi sekin-sekin bu narsani kamchiliklarni to'g'rilaymiz. Va asosiysi men mana kamchilikni gapiraman deb esimdan chiqibdi. Ya'ni hop, stupenka 8 ta bosqichli bo'ladi. Hop, pavishinilari bor, hop, ruchnoklari bor va orqa bort tushirib chiqadigan ruchkalari ham bor do'stlar. Endi ham obzor tugatsa bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Mehnatimizni baholaysizlar, yaxshi baholaysizlar degan umiddamiz. Nimaiki ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga chiqinglar. Xudo xolasa chiroyli tushunmagan narsalaringga iloji boricha o'rganganimizcha sizlarga tushuntiramiz degan umiddamiz. Xudo xolasa atigi 0%, ya'ni boshlang'ich 0% bilan olib chiqsangiz bo'ladi. 2 kunda nomingizga chiqadi mashina. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha.